Assalomu alaykum, hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Joninglar sog'mi, charchamayapsizlarmi, tuzukmisizlar? Xo'sh, oldingicha tomosha qiladigan joyida bu. Biz Namangan viloyati Chortoq shahridamiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan obunachimiz xonadonlariga kelganmiz. Akamiz shunaqa ham chotki hisob bo'lgan ekan, biz ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha chotki qilib eshiromlarni qilib berdik. Xo'sh, bu yerda noodatiy profillar, noodatiy emas, yangi chiqqan profillar deylik. Noodatiy fasollarda qilingan. Alumin Aldox 1, Antrazit G306, 6,5 Penta Alux Antrazit svetida. Aynalar 2 qavat oqqa qora grey holatda bo'lgan. Xullas, men marta eshitgandan bir marta ko'rganmiz. Narxini boshida aytib beray. Narxi 33 million so'mga tushdi akalar. Puliga arzisa kommentariyada o'zlaring fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Xo'sh, romlarimiz hammasi Aqua Plus 6,5 Penta 5 kamerali profilda bo'lgan. Rezinkalari SPS 5107 rezinkada bosilgan. Patagonniylari Comfort 30 lik patagonniyda qo'yilgan. Ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, kirish eshigimiz 1.60 ga balandligi 2.60, 2 qanotlik balkon qanot qilib berganmiz. Balkon qanotda graf firmasidan foydalanganmiz. Hattoki ruchkalargacha graf emblemasi bilan bo'ladi. Qora akril, ochilib yopilishlari va shu moshni bo'ladi. Aynalar 2 qavat oqqa qora greydi. Eshiklarimizga to'rttadan petla qo'yib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham graf firmasiga tegishli bo'ladi. Fondning penalarigacha sepib berganmiz. Xo'sh, birinchi xonamiz sheskirarnili holatda. 90 ga balandligi 1.80, bu tomon ham xuddi shunaqa. O'rtadagi romimiz 1.30 ga 1.80. 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi. 6,5 pentada men yoqtirgan narsa xuddi mash haytag uslubida bo'ladi. Avvalni bo'lmaydi. Kak alyuminga o'xshab, shu chotga chiqargan bo'ladi. Xo'p, romlarimiz ruchkasi Rotto Slim qora akrildan ko'rishinglar mumkin. Bu ham o'zgacha beradi. Surujniy mexanizmlar Akfen firmasidan ochilib yopilishi va surujniy mexanizm ishlashi. Ko'pchilik aytadi, Fornax emas, Akfen ishlatasiz deydi. Kimga qanaqa, hammaning o'ziga yarasha didi bor. Shaxsan men uchun Akfen yaxshi. Fornaxga qaraganda ham ishlashi, ham o'rnatish. Patagoniylarda aytib o'tdim, Comfort firmasidan Alux Antrazit o'zini svetida 30 lik, har ikki tomoniga 5 sm dan oldiga 4 sm dan chiqarilgan. Ochilib yopilishlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xohlasa birinchi etajimizda tak to'rtta shunaqa ochiladigan romimiz bor va ikkita gulxo'y romimiz bor. Endi ikkinchi etaj. Va akalar, xudo xohlasa ikkinchi etajimizga ham chiqib oldik. Chiqish oson bo'lmayapti, to'g'ri tushunasizlar. Bu zinamizdan chiqarish 90 ga balandligi 2.60. Xo'sh, bunga fason berganmiz, gulxo'y bo'ladi. To'rtta ko'zli qilib haytag fason qilib berganmiz. Bu ham xo'sh, Aqua Aluminium Antrazit G306 aynaga 2 qavat oqqa qora grey holatda bo'lgan. Birinchi xonamizga kiramiz. Xo'sh, razmeri past bilan bir xil, endi 1.50, balandligi 1.62 buniki. Pastigidan bo'yi pastroq, lekin enlari bir xil. Lekin o'sha fason, o'sha hamma yo'q bir xilda. Surujniy mexanizmlar Akfen firmasidan, Rotto Slim ruchkalar, qora akrildan, Patagonik Comfort 30 lik, har ikki tomoniga 5 sm dan oldiga 4 sm dan chiqarilgan. Aylantirib penalarni sepib berganmiz. Bu aynagimizning tashqaridan ko'rinishi. 6,5 Penta 5 kameralik Antrazit Alux svetida. Xo'sh, tepamizda ham 3 ta bir xil romimiz bor. Bu ikkinchisi 1,5 ga 1.62, u ham xuddi o'sha fason va uchinchisi 1,5 ga 1.62 fason. Bu o'zgacha atmosfera. Bu balkonimiz 2.30 ga balandligi 2.30. Xo'sh, buni neoklassika uslubida qilganmiz. O'rtasini panorama qilib, tillarim chalmashib ketyapti. Ikki chekkasida
ikkita ochilishi bor. Xo'sh, pastdan 65 sm ko'rsatib qo'yganmiz. Bezopasnost holatga yosh bolalar tushib ketib qolmasligi uchun. Xo'sh, bu xonamizda ham shestkranli romlarimiz, ikkochekadagi gulo'xoy. Xo'p, 80 ga 162, 130 ga 162. O'rtasidagini ochib berganmiz. Buni ham ochilishlari surilish mexanizmida. Xo'sh, endi option narxiga keladigan bo'lsak, option narxi akamizga 33 million so'mga tushdi. Olib kelib o'rnatilishi, hamma xizmati shu narxda bo'ldi. Eng asosiysi, bu akamiznikini o'lchaganimizga hali 1 hafta to'liq to'lga yo'q muddati. O'zi odatda 10 kun muddat aytgandik, faqat ayrim sabablarga ko'ra akamiz ishlari tezlashib ketdi. Lekin qo'ldan kelgancha chotka qilib olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.